Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bizning Dag'ara tumanining markaziy istirohat yoshlar bog'i. Mana bugungi sanamiz 2025-yilning 22-mart kuni yurtimizning bayram Navro'z kunlari. Mana bugun bolalar istirohat bog'iga kelib dam olishyapti. Mana mana yurtdoshlarim bizning yoshlar istirohat bog'idagi yoshlarning dam olish oromgohi. Mana bu bizning bugungi 2025-yilning 22-mart kunidagi bolalarning oromgohidagi dam olish maskanlari. Lekin bu holatlarga, bu joylarda harakatlari bizning Dag'ara tuman hokimi Shuhratjon Tojiakimning tashabbusi bilan shu mana shu bir chiqindi bo'lib yotgan joylar shundaqa obod, ko'rkam joyga aylanib, tumanimizning yoshlari mana shu yerda xorda qolib dam olib kelishyapti. Lekin bu bizning yana qaytarib aytyapman, Dag'ara markazining yoshlar istirohat bog'i. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar yurtdoshlarim.